qilayotgan futbolchini. Mana endi yuqoridan uzatma amalga oshirilyapti. Birinchi gol do'stlar. Hisob ochildi. 7-daqiqaga kelib Nepal terma jamoasi burchak zarbasidan so'ng gol urdi. Standartlarga urg'u beryapti. Va ko'rdikki, juda ham oddiy kutib oldi to'pni Shri Lankaliklar. Biz standartlarda bunday holatni ko'p bora ko'rishimiz mumkin. 12-raqamdagi futbolchi Gita Rana gol muallifasi. Takroriy lavha hozir bizga namoyish etiladi. 1-0 hisobda adashib ketmasak bo'lgani. Hali boshlanishi bu. Mana ko'rdingiz. Hech kim qaragani yo'q. 9 nafar oq libosdagi futbolchini ko'rishingiz mumkin mana shu kadrda. Lekin ana shu 9 nafar futbolchining birortasi raqibni to'xtatishga urinmadi. Aniqrog'i to'xtata olmadi. Boshlanishi mana bilan 17:30 da start oldi. Kechroq 20:30 da esa O'zbekiston terma jamoasining o'yini bor. Bangladesh bilan. Mana bu hozir gol bo'lishi mumkin. Darvozabon qaytardi. Ikkinchi temp. Yana bir imkoniyat va gol do'stlar. 2-0. Jamoa yetakchisi Sabitra Bhandari gol muallifi. Nepal ishqibozlarini ko'rishingiz mumkin. Yaxshi pas. Qaytimi bo'lishi kerak. Bhandari 3-0. Mana endi chiroyli gol urilyapti. Chiroyli gol rostdan ham. Texnikasi bilan yuqoridan tashlab qo'ydi hozir. Mana o'sha epizod. Zo'r pas bo'ldi va zo'r zarba bo'ldi. Markazga Raibu bitta chap qanotga ko'chirildi. Yaxshi o'yladi. Gita Rana uzatma, 4-gol. 4-0. Gita Rana chiroyli pas amalga oshirdi va Sabitra Bhandari hat-trick muallifiga aylanmoqda. Turnirdagi umumiy gol. Bizga takroriy lavha namoyish etiladi. Bu boyagi gol, 4-gol. Bittada uzatma amalga oshirdi. To'pni to'g'rilab ham o'tirmadi hattoki o'ziga Gita Rana. Mana o'sha penalti belgilangan vaziyat. 4-raqam egasi Sachini De Silva. Bu esa gol. ikkinchi daqiqa 6-golni ko'ramizmi? Ko'ramiz. Ha do'stlar. 6-gol. Kutib oling. 21-raqamdagi himoyakar standartda oldinga o'tib jamoasiga gol urib berdi. Shuningdek, A guruhi bahslari hali boshlanmagan. Eron, Iordaniya, Livan, Singapur, Butan joy olgan A guruhdan va o'yinlar Qatarda bo'lib o'tadi. Bu o'yinlar 7-iyul sanasida start oladi.
shuningdek H guruhi ko'ramiz. Mana o'sha gol. Uzatma muallifi Anita Basnet, 11-raqam egasi. Yaxshi pas keldi. To'p uncha kuchli kelmadi, qulay bordi boshga va to'g'ri darvozaga joy. Yaxshi, zo'r pas berildi. Ikkinchi qavatdan doimgidek burada Madhubashini Navanjana Pereira. Yosh, ikkinchi qavat orqali yana uzatma. Mana gol, 7-si. Gol urilyapti. Boya zaxiradan maydonga tushgan futbolchi Reka Pudel gol muallifi. O'sha muxlisning hayqirig'ini eshityapsiz. Juda kam stadionga tashrif buyurgan muxlislar, lekin nepallik kadrda ko'rayotgan ishqibozingiz shu kadrni ovozi. Yaxshi kombinatsiya. Imkoniyat bor 8-golga. Juda ham aqlli o'ynadi zaxiradan qo'shilgan Pujarana. 8-0. 89-daqiqada bu golga erishdi Pujarana. Qulay keldi-da, e'tibor bering. Va o'zi ham lekin yo'nalishni topib zarba yo'lladi. Yo'lakchadan to'pni yuborib qo'ydi.